Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning aziz obunachilari. Mana ancha tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana efirdamiz. Demak, sizlar bilan ro'za Ramazon kunlarida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Kimdir qaysidir niyatda ro'za tutadi. Ro'za tutish juda ham salomatlik uchun foydali. Undan tashqari ro'za davrida biz hujayralarimizni turli xil xilqatlardan tozalaymiz. Endi tozalov bu yaxshi. Tozalov kimlar uchun yaxshi? Tozalov albatta ochlik bilan tozalov haqida gap ketyapti. Oshqozon ichak traktida muammosi yo'q insonlar uchun yaxshi. Kimda gastrit bo'lsa, pankreatit bo'lsa, kallit bo'lsa, kataral kallit yoki o'sha yo'g'onchada turli xil yallig'lanish holatlari bo'lsa, ular uchun biroz qiyinchilik tug'diradi ro'za tutish. Endi buni ham amallasa bo'ladi. Albatta organizmga yordam kerak bunaqa vaqtda. Albatta yordamni biz tabiiy mahsulotlardan olamiz. Bundan oldin ham ko'p sizlarga efir davomida tabiiy mahsulotlar haqida juda ham ko'p gapirganman. Ularning shifobaxsh xususiyatlari, kimlardir o'sha mahsulotlardan foydalanib o'zini salomatligini tiklaganlar rosa ham ko'p. Chunki ko'pchilik murojaat qilishadi o'zim lichkamga, Telegram orqali, chunki nomerimni qoldirganman. Ba'zi bir efirlarda kommentariyada qismida nomerim qolgan. O'sha videolarni ko'rgan insonlar nomerimni topishib murojaat qilishadi. Kommentariyalarda turli xil o'sha ijobiy fikrlarni ko'ramiz. Salbiy fikrlar ham albatta bo'lib turadi. Albatta salbiy fikr bilan ijobiy fikr hamisha yonma-yon yuradi. Uni bir-biridan ajratish qiyin. Chunki 5 ta barmoq bir xil emas. Bir xil bo'lmaganidek insonlar ham har xil xarakterga ega. Endi xuddi shunaqa salomatlikda ham xuddi shunaqa, hamma sog'lom emas. Hammani immun tizimi har xil shakllangan. Endi immun tizimini rostlash mumkin. Ya'ni autoimmun proseslarni me'yoriga keltirish mumkin. Yoki bo'lmasam yallig'lanish jarayonlarini me'yoriga keltirish mumkin. Uni bartaraf qilish ham mumkin. Ba'zi bir patologik jarayonlarni ham bartaraf qilish mumkin. Bu uchun sabr, toqat birinchi navbatda talab etiladi. Albatta sabrli bo'lsangiz, sekin-asta kelgan kasallikni yenga olasiz. Stress bo'lmaydi sabrli insonda. Agar sabr qilmagan, tezroq natijaga erishmoqchi bo'lgan insonlar yana ham o'ziga zarar yetkazishi mumkin, sog'lig'iga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun sog'likka bir kasallik kelishi oson, uni ketishi sal qiyinroq. Sizga bir qanaqadir to'satdan kasallik kelib qoldimi, buni siz sabr bilan yengishni birinchi navbatda o'zingizga nima desam bo'ladi, shior qilib olishingiz kerak. Shior qilib olganingizda albatta o'sha kasallikni yengasiz. Harakatdan to'xtamasligingiz kerak. Albatta harakat energiya shakllantiradi organizmda. Energiya bilasiz, bu o'z o'rnida turli xil luqmalarimizni parchalashga, ularning yaxshi so'rilishiga va organizm uchun kerakli o'sha vitamin, minerallar bilan ta'minlashga yaxshi yordam beradi. Endi bunda faqat harakat kamlik qiladi. Harakat bilan bu vaziyatdan chiqib ketish qiyin. Endi ro'zadorlar ro'za tutish niyatida bo'lib, hozirda ro'za tutib, o'sha kasalligi sabab qiynalayotganlar uchun asosan bu video sog'lom insonlar uchun ham istagan bo'ladi. Sog'lom insonlarda ham baribir o'sha kechroq ovqatlangandan keyin, iftorlikdan keyin albatta hazmda muammolar kuzatiladi. Bu ham sog'lom insonlarga, ham sog'ligida muammosi bor insonlarga deb bugungi videoni tayyorladim. Endi
kimda gastrit bo'lsa, oshqozonida yallig'lanish bo'lsa, gastritning turli xil formalari bor. Kimdadir qandli diabet bo'lsa, kimdadir qon bosimi bo'lsa, kimdadir teri kasalliklari bo'lsa, ayniqsa kimdadir jigar bilan bog'liq muammolar bo'lsa, gepatitlar yoki bo'lmasam sirroz holatlari bo'lsa, bu mahsulotlar ularga ham yordam beradi. Endi birinchi navbatda biz yoshga doir kasalliklarni ko'rib chiqishimiz kerak. Har bitta inson yoshi o'tgani sari sekin-asta uni organizmi susayib, oldingidek yoshligidagidek funksional xususiyatga ega bo'lmay qoladi. Bu kasallik chaqiradi, o'z o'rnida turli xil xastaliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, bo'g'imda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin, o'sha hazmsizlik sabab bo'lishi mumkin bunga. Yaxshi o'sha vitaminlarni so'rilmasligi, minerallarni so'rilmasligi sabab bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkini aniq bo'ladi desak ham bo'ladi. Chunki bo'lishi mumkin emas, bo'ladi desak ham bo'ladi. Chunki vitamin va minerallar o'z joyida so'rilmasa, albatta kasallik kelib chiqadi. Endi sog'lom ovqatlanish kerak bu uchun albatta birinchi navbatda yosh o'tgani sari biz sog'lom ovqatlarga bo'lgan e'tiborni ko'proq qaratishimiz kerak. Imkon qadar zararli odatlarni tashlashimiz kerak. O'sha kimda chakadigan bo'lsa, sigaret chakishni yig'ishtirish kerak, spirtli mahsulotni ichishni yig'ishtirish kerak. Undan tashqari har xil o'sha nomaqbul ishlarni qilishdan tiyilish kerak. Palapatish ovqatlanmaslik kerak. Kam harakatli bo'lmaslik kerak. Imkon qadar ko'proq harakatda bo'lish kerak. Bu ham demak o'sha salomatlikda biroz bo'lsa-da yengillashishiga yoki bo'lmasam kasallikning kelishini kechikishiga sabab bo'ladi. Og'iz bo'shlig'ini sog'lom saqlash kerak. Birinchi navbatda hamma kasalliklar og'iz bo'shlig'idan keladi. Og'iz bo'shlig'ingizni sog'lom saqlasangiz, keyingi bo'limda sekin-asta o'sha salomatligini tiklab boraveradi. Endi kimdir qanaqadir niyatda ro'za tutdi. Albatta niyati vojib bo'lsin, o'ylagan niyatlariga yetishsin. Nimaki o'sha niyat qilishgan bo'lsa, ro'za oyida ro'za tutayotgan bo'lsa, oilasi uchun, o'zini sog'ligi uchun albatta bu yaxshi. Endi ushbu ro'zador insonlarimizga iftorlikdan so'ng yoki saharlik vaqtida qisqacha tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Ayniqsa iftorlik vaqtida organizmda o'sha jarayon sekinlasha boshlaydi. O'sha oshqozonda salyanli kislota ishlab chiqarish jarayoni sekinlasha boshlaydi. Lekin salyanli kislota kun davomida yig'ilib turadi. Lekin biz bermaymiz. U sekin-asta o'sha o'zi bilan o'zi so'rilib ichakda xususiyati pasayib boraveradi. Xuddi o'sha masalan bir suvni qo'ysangizda uni tindirib qo'ysangiz, ma'lum bir muddatga borib, masalan gazli suv bo'ladigan bo'lsa, uni gazi chiqib ketadi, xususiyati so'nadi. Xuddi shunaqa narsa. Salyanli kislota ham vaqtida o'sha ajralgan payt bersangiz, u ovqatni to'g'ri parchalaydi. Endi kechki payt biz nima qilishimiz kerak? Ovqat hazmini yaxshilashimiz kerak. Qanday yo'l bilan? Albatta 40 yoshdan oshdikmi, salyanli kislotani ko'tarish uchun betain gidroxlorid, ya'ni tarkibida pepsin fermentini saqlaydi. Bu juda ham hazm qilish organi uchun foydali ferment sanaladi. Ushbu fermentni biz qabul qilishimiz kerak. Betain gidroxlorid qabul qilishimiz kerak. Oshqozonda salyanli kislotani ko'tarish uchun, oshirish uchun, shakllantirish uchun. Bu holatga qarab qabul qilinadi. Bir dona qabul qilasiz. Agar o'zingizni yaxshi his qilsangiz, hech qanaqa kuyish hissi yoki bo'lmasam kirish hissi bo'lmasa, 2 dona qabul qilishingiz mumkin. Agar juda ham salyanli kislotangiz past bo'lsa, sonini ko'paytirib boraverasiz. 1, 2, 3 donagacha qabul qilish mumkin. 3 ta kapsulagacha qabul qilish maqsadga muvofiq sanaladi. Holatdan kelib chiqqan holatda bu ovqat hazmini yaxshilaydi. Ovqatdagi turli xil o'sha mikrob bakteriyalarni o'sha
yo'qotish uchun yordam beradi. Endi solyaniy kislota уже shakllangandan so'ng, уже ajralib boshlagandan so'ng albatta ovqat luqmasini zararsizlantirish funksiyasiga o'tadi oshqozon. Va oshqozon osti bezida fermentlar yaxshi ajrala boshlaydi, o't qopida o't suyuqligi yaxshi ajrala boshlaydi va ichak traktida to'liq so'rilish prosesi kechadi. So'rilish deganda o'sha ovqat luqmasi bilan kiradigan vitamin, minerallar to'liq tanaga singiydi. Terida muammolar bo'lmaydi, teri kasalliklari bilan kasallanmaysiz. Jigarda muammolar bo'lmaydi, ortiqcha yuklanma bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam yuraklarda muammo bo'lmaydi. Yoki va hokazo. Endi bu birgina preparat, qisqacha to'xtalib o'tamiz. Batafsil to'xtalish uchun alohida video qilamiz. Bu mahsulot haqida ham gapirganman. Tialit pищевой. Ya'ni o'sha tialit bu organizmni tozalashga yordam beradigan ajoyib mahsulot. Bu sanoat sohasida ham ishlatiladi. Lekin aynan bunisi emas. Bu iste'mol uchun mo'ljallangan tialit. Juda ham toza ko'rinishda olinadi. Sanoatda buni o'sha yerni yuzaki qismidan olinadi. Ham juda ham nima desam bo'ladi? Iste'molga mo'ljallanmagan qismidan olinadi. Uni iste'mol qilib bo'lmaydi. Lekin bu pищевой, iste'mol qilishga mo'ljallangan tialit. Minerallarga boy, kaliy, kalsiy, temir, hamma sink va hokazo, selen va hokazo minerallarga boy bo'lgan mahsulot. G'ij mineralga boy bo'lgan mahsulot sanaladi. Magniy ham bor ichida. Bu birinchi navbatda organizmingizni tozalaydi, immun tizimini rostlaydi, immun faoliyatini yaxshilaydi. Oshqozon ichak traktida muammolar bo'lsa, ich qotish bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ichki yurishi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ich yurishini yengillashtiradi. Undan tashqari sog'lom ozdiradi va o'sha ovqat hazmini ham yaxshilaydi, tarkibidagi minerallar. Buni ham ovqatdan keyin qabul qilsa bo'ladi. Bu haqida ham batafsil keyingi efirlarda tushuntirib o'tamiz. Endi Semina Lapuxa bu ham juda ham ajoyib mahsulotlardan bittasi sanaladi. Ham antiseptik vositalardan bittasi. Buni og'iz bo'shlig'iga qo'llasangiz ham bo'ladi. Ichidagi kapsulani iliq suvga to'kib, og'izni chayib, ichga qabul qilsangiz ham bo'ladi. Ham og'iz bo'shlig'ini tozalaydi, ham oshqozon ichak traktini tozalaydi. Ich qotishda yaxshiroq, fermentlar ajralishini yaxshilaydi, oshqozon osti bezini fermentativ xususiyatini yaxshilaydi, teri muammolarini bartaraf qilishga yordam beradi va hokazo. Uy xo'jaligimizda turli xil o'sha qo'y qo'zilar ham bor, oldingi videolarda ko'rsatganmiz. Etimiz ham bor, mana hozir ko'rib turibdi. Videoda ovozi eshitilishi mumkin. Bu ba'zi bir holatlarda chalg'itishi ham mumkin. Hali chalg'imaymiz. Kimgadir agar o'sha ovoz yoqmasligi mumkin, ba'zi bu uchun uzr so'raymiz. Semina Lapuxa. Asosiy mahsulotlarga o'tamiz. Kimgadir bu mahsulotlarni xarid qilishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Yuqorida aytilgan mahsulotlarni xarid qilish kerak. Saytlardan xarid qilish kerak. Bunga qo'shimcha mablag' talab qilinadi. Kimgadir o'sha qo'shimcha mablag'i yo'q insonlar uchun mana tabiiy yechim. Bu nima deyishingiz mumkin? Bu zirk suvi, soki. Zirk soki juda ham foydali. Ayniqsa immun tizimini faollashtiruvchi xususiyatga ega. Tarkibida ovqat hazmini yaxshilovchi berberin moddasi mavjud. Bu ferment oshqozon osti bezi faoliyatini rag'batlantiradi va fermentlar ishlab chiqarishini demak yaxshilab beradi. Ham endokrin, ham ekzogen xususiyatini yaxshilaydi. Insulin ishlab chiqarishda rag'batlantiradi, qondagi qand miqdorini me'yoriga keltiradi, qon bosimini me'yoriga keltiradi,
vitamin va minerallar so'rilishini yaxshilaydi. Ortiqcha ovqatlarni qo'ygandan so'ng buni kuchaytiramiz endi. Qanaqa kuchaytiramiz? Mana biz 30 milli zirik suvidan solamiz. 30 milli. Mayli, sal ko'proq solsak ham bo'ladi. 40 milli, 50 milligacha hamma tabiga ko'ra qabul qilinadi. Buni kuchaytirishimiz uchun bizga kerak bo'ladi olma sirkasi. Olma sirkasi 1 choy qoshiq. Bo'ldi, mana 1 choy qoshiq olma sirkasi. Bu kuchaydi. Xohlasangiz buni tayyorlab qo'yishingiz ham mumkin. 1 litr o'sha zirik sokiga 50 milli olma sirkasidan qo'shasiz. 6% tabiiy bo'lishi kerak. Mana bu tabiiy olma sirkasi. Tabiiy. Filtrlanmagan olma sirkasi sanaladi. Endi bu mahsulotni ovqatdan so'ng ichamiz. Faqat ovqatdan so'ng. Juda mazali, yoqimli, tetiklashtiruvchi, immunitetni faollashtiruvchi ichimlik sanaladi, eliksir sanaladi. Biz buni xususiyatini oshirish orqali nimaga erishamiz? Birinchi navbatda immun tizimimizni me'yoriga keltiramiz. Ikkinchi navbatda ovqat hazmimizni me'yoriga keltiramiz. Ya'ni oshqozonda solyanik kislotani ishlab chiqaruvchi ajoyib kislotalar mavjud tarkibida. Ovqatni parchalovchi, jigarda yaxshi safro ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi sifatli safro bu sog'liq garovi hisoblanadi. Undan tashqari ortiqcha xolesterin, yomon xolesterinni erituvchi, aterosklerotik blyashkalarni erituvchi, jigarda yog'ni erituvchi, yog'li gepatozga qarshi bo'lgan mahsulotlardan bittasi sanaladi. Ham ferment ajralishini yaxshilaydi. O'sha oshqozon osti bezini amilaza, lipaza kabi fermentlarni ishlab chiqarishini yaxshilaydi. Tarkibida berberin bor. Bundan tashqari safro ishlab chiqarishini rag'batlantiradi. Immunitetni faollashtiradi, yuqorida aytib o'tganimizdek. Undan tashqari kalliti bor insonlarga juda ham foydali. Yo'g'onchakda yallig'lanish holatlarini bartaraf qiladi. Foydali bakteriyalarni oziqlantiradi. Mikroflorasi buzilgan, disbioz, disbakteriozga uchragan kishilar uchun juda ham foydali. Endi buyrak qismiga o'tadigan bo'lsak, buyrakdagi ortiqcha xilqatlarni, tuzlarni, kristallarni sekin astalik bilan yuvib chiqaradi. 1 kunda emas, 3 kunda emas, 10 kunda emas, 1 oy, 2 oy, 3 oyda albatta siz qabul qilishingiz davomida bu sizni organizmingizdan ortiqcha tuzlarni bartaraf qiladi. Osteoxondroz kabi muammolar bo'lsa, artroz, bunaqa muammolar bo'lmaydi. Kollagen bitkasini, ya'ni ishlab chiqarishni yaxshilaydi. Organizmda kollagen ishlab chiqariladi. O'shani yaxshilab terini sog'lomlashishiga, undan tashqari bo'g'imlardagi muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi. Demak, g'ij-g'ij foydasi bo'ladigan mahsulot bu ajoyib eliksir. Mablag'ingiz bo'lmasa, albatta bu giyohchilarda sotiladi, giyohchilardan borib xarid qilib, buni uchilenniy holatga keltirish uchun yablочный уксус ham olasiz. Qiyin emas, любой supermarketlardan topsangiz bo'ladi. Va buni kuniga 2 mahal, 1-2 mahal qabul qilsangiz bo'ladi ovqatdan keyin. Albatta. Va siz yuqoridagi foydalarga erishasiz. Undan tashqari barbaris deyiladi, ruslar barbaris deb ataydi, zirikni.
Shunaqa bir xususiyati borki, migrenni yo'qotadi. Stress bilan keluvchi migrenni yo'qotadi. Stress situatsiyalarni bartaraf qiladi. Mana shu seleniy kislotani ishlab chiqarib, sekin-asta hazm jarayonini boshlayapti. O'zini ko'rsatyapti. Teri bilan bog'liq muammolarni yechadi. Ko'pchilikni qiynayotgan qandli diabet muammosi, qon bosimi muammosi, yog'li gepatoz, gepatitlar va hokazo turli xil yallig'lanish kasalliklarini bartaraf qiladi. Demak, bu sizga bu mahsulotlarni sotib olishga imkoniyati bo'lmaganda, bu bitta yechim. Bu ajoyib eliksir. Yana bitta qo'shimcha mahsulotni aytib o'tib ketamiz, keyinchalik bu haqida batafsil yondashamiz. Bu kardamomli choy. Bu ko'k choyni kardamomga boyitilgan. O'zimizda ishlab chiqarilgani ham bor. Ahmad choyniki ham mavjud. Chetda ishlab chiqarilgani ham mavjud. Kardamomga boyitilgan ko'k choy. Hazm qilishni yaxshilaydi. Yurak qon tomir kasalliklari uchun yaxshi. Bu ham yaxshi. Yurak qon tomir kasalliklari uchun bu ham yaxshi. Yurak qon tomir kasalliklarini kelib chiqishini oldini oladigan mahsulot. Ovqat hazmini yaxshilaydi, vitaminlar, minerallar so'rilishini yaxshilaydi, o'zingizni tetik his qilishingizga yordam beradi, yaxshi uyqu beradi, muhim. Ikkalasi ham. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, xizmatimizni bir baholab o'tasiz. Like. Bitta bahosi like. Savollar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Sizlarni Xudo xolasa keyingi efirlarda ham kutib qolamiz. Ro'za Ramazon oyini kasal bo'lmasdan yengilgina o'tkazib oling. Kimki nima niyat qilgan bo'lsa, o'sha Ramazon oyida o'sha niyatiga vojib bo'lsin. Nima deymiz? Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.